O'zbek xalqining sevimli yozuvchisi, serqirra ijodkor O'lmas Umarbekovning Odam bo'lish qiyin romani 1969-yil yozilgan va muvaffaqiyatlarga sazovor bo'lgandi. Asar yoshlar hayoti, ma'naviy axloqiy muammolari va insonlar o'rtasidagi murakkab munosabatlarni yoritadi. Sodda tili va jonli voqealari bilan kitobxon qalbida katta qiziqish uyg'otadi. Inson hayotda yashar ekan, hayot yo'lida turli xil sinov, to'siq, imtihonlarga uchraydi. Bu imtihonlar turli ko'rinishda, har xil darajada bo'lishi mumkin. To'siqlarni qay yo'sinda bartaraf qilish, dovonlardan qaysi yo'l orqali oshib o'tish, hayot sinovida nechog'lik jasorat ko'rsata olish insonga va uning irodasiga bog'liq. Hamma ham o'qishi mumkin, ammo o'qishchi. Asarda ota-onaga hurmat, qadr-qimmat, odamiylik tuyg'ulari, yosh qalbning tuyg'ulari, o'zbeklarning sodda va mehribonligi, o'spirin bolalarning orzulari va shunga o'xshash voqealar ibrat qilib yoritib berilgan. Asarning bosh qahramonlari Abdulla, Gulchehra, Samad, Sayyora kabi endigina maktabni bitirgan, katta hayot ostonasida turgan yoshlardir. Ularning har birining o'z maqsadlari, o'z rejalari bor. Ammo ularning bir-biridan farqi bu maqsadlariga qay yo'l orqali erishishlaridir. O'lmas Umarbekovning Odam bo'lish qiyin asarini qo'limga olar ekanman, ich-ichimdan bu asarni o'z nomi bilan qandaydir xato qilish xususida ekanligini anglab turardim va yanglishmagan ekanman. Asarda Toshkentda maktabni endigina tugatgan, yana oddiy emas oltin medalga, ilm olish orqali kun kelib hayotini o'zgartirish niyatidagi Abdulla va qishloqda turadigan kelajakka ishonchi baland, orzulari osmon bo'lgan Gulchehrani hayoti hikoya qilinadi. Abdullani ota-onasi oddiy, otasi kasalmand bo'ladi va maktab paytida otasining do'sti bo'lgan bir o'qituvchisining unga va otasiga qilgan behurmatligi sabab hayotda o'zgacha alamzada bo'ladi. Asarda Gulchehra shu darajada chiroyli ta'riflanganki, beixtiyor bu ta'riflar orqali o'tgan kunlardagi kumush ko'z oldimizga keladi. Afsuski, uning qismati ham uniki bilan bir xil bo'ladi. Abdulla 4 yil o'qish davomida ta'til paytini oshiqib kutar va uyga qaytishi bilan darrov qishloqqa yo'l olardi. Gulchehra bilan uchrashishga oshiqardi. Asar avvalda bir hikoya berilgandi. Asar yarmiga kelib ham bu hikoya nega berilganini tushunmagandim. Ammo keyin angladimki, Abdulla bilan Gulchehraning katta gunoh, xato qilib qo'yishlariga nafaqat o'zlari, balki ularning ota-onalari, ularga berilgan tarbiya ham sababchidir. Gulchehra homiladorligini sezganda Abdullani ko'nglida Sayyoraga iliqlik uyg'ona boshlagandi va o'rtada bir nimalar ham bo'lishga ulgurgan. Gulchehra Abdullaga pochta orqali telegrammada yozadi. Vaziyatni tushuntiradi. Shundan keyin Abdulla unga qaytib javob yozmaydi va ko'p o'ylaydi. Xayollari chalkashadi, nima qilishni bilmaydi. Gulchehraga so'nggi maktubni yozadi. Tegishli idoraga murojaat qil. Abdulladan xat xabar kelavermagach, Toshkentga kelgan Gulchehra asli niyati boshqa edi-yu, ammo bozorda Abdullani onasini ko'rib, uning yaqinda uylanayotganini eshitib, hushi boshidan uchadi. Va o'zining chizmalari asosida qurilayotgan chala bitgan binoga borib, o'z joniga qasd qiladi. Ota-onalari, qarindoshlari ularni noto'g'ri qadam bosayotganiga shubha qilishganida nimadir chora qo'lladimi? Yo'q. Asarda hech kim aybsiz, shuning bilan birga hamma birday aybdor. Eng ko'p gunoh albatta Abdulla va Gulchehra bo'ynida. O'lim hamma narsani yechimi emas, ammo baribir Abdullani Sayyora bilan ko'rib, kunda bir o'lardi. Nahot barcha sevgi qissalari o'lim bilan tugasa. Odam bo'lish qiyin romanining o'zbek adabiyotining rivojiga qo'shgan hissasi katta. U yoshlar hayoti, ma'naviy axloqiy muammolarga bag'ishlangan muhim asar sifatida tan olingan. Asar o'zbek tilida ham bir qancha xorijiy tillarda ham nashr etilgani uning xalqaro miqyosidagi ahamiyatini ko'rsatadi. Bugungi kunda ham ushbu asar ko'p o'qiladigan va muhokama qilinadigan klassik asarlar qatoriga kiradi.